Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Hozir boray. Tog'dan tog'dan sekin qaytaman mana bu uyga bugun. Ko'ryapsiz, bo'ynadan beri 200 ta 150 ta odam. Ali Karol bir itam o'tirmaysan shunday bir soat efir qilsa. Ha, bugun ko'rasanlar. Bo'pti, gaplashamiz. Ha, sen birorta ko'tvetingga siktirib olib video qo'ygin. Yo'q, uni desam gapirma harom. Ularga ketib qo'raman, yerim nima harom. Bo'lganda ne turib buynamga siktir. To'xta, eshit. Guli, eshit, guli. Bana tvoy naqoy. Tfyoqan. To'sh pastga. Gando. Diliya chaqiryapti. Qaysi Diliya chaqiryapti meni? Yo'qol. Meni g'iybat qilasan sen. Ne? Haramiye dedi. Yo'qol. Men bir tupurgansan, o'sha yomon ko'raman. Haromi. Bir kun o'ynab, fu senga deydi. Lablarim ham yorilib ketdi isitmani hisobiga. Mo'minjon aka, menda nima ishingiz bor? Mo'min aka, nima ishingiz bor menda? Mendan isitma chiqyapti. Sattorov aka, battle o'ynang. Qaysi Diliya? Borib aytingchi, qani olib keling menga. Sikvor deysiz, Diliya deb. So'radim, nima so'radingiz Mo'minjon aka? Voy, bormisiz? O'zim akam, bormisiz? Sizlarning yaxshi bayramlaring bilan. Rahmat, o'zingizni ham hayitlaringiz bilan, efiringizdagilarga ham, meni efirimda o'tirganlar hammalaringni hayit bayramlaring bilan quruq bo'lsa ham tabriklayman. Ha, ishlaring yaxshimi, bachalaring yaxshimi? Allohga shukr, o'zingiz yaxshimi? Tinch, Xudoga shukr yuribmiz. Nima yo'tolgansan? Men 3 kundan beri kasalman. Nima bo'ldi? Qulog'imga sirg'a taqaman deb qulog'imni teshtirdi. Manetim ishib ketgandi, manetim. Ha, bir tomiringami bir joyga tekkan. To'g'ri odamga tekshirmadi. Bilaykan opitni odamlarga, staji borga. Yo'q, u prosta sabab bo'lgan xolos. Iye. Menga aytaylik, men borgan paytim o'zim yaxshi igna qizdirib, chiroyli teshib moylab qo'yaydim. Yoshligimda ko'p qizlarni teshib qo'ygan o'sha moylab qulog'im. Ipchan o'tgan. Ko'pchilik teshganmisiz? Ha, iye. Endi men teshiydigan xonasi qolmagan, o'zi teshigu qulog'imni teshtirdim. Ha, remont qilsa bo'ladi, normalni holatiga keladi. Yo'q, endi remont qilgan foydasi yo'q. Endi bag'i nima bo'lyapti, uni remont qilib, rasxod qilib nima qilasiz? Endi baribir 21-asr hozir depilatsiya oqartirib, toraytirib, bu razmerga qarab to'g'rilab beraveradi. Yo'q, bu taraflari bilan depilatsiya qilinadi, 100% qilinadi. Ularga gap yo'q. Lekin uni toraytirib, kengaytirib nima kerak? Qarang-da, birarga ayollar bor. Mana Sher aka. Ha. O'z aslida tug'magan bo'ladi, berishni bilmaydi. Ali, birarga 4 ta 5 ta tuqqan bo'ladi. Zo'r beradi. Ha. Staj kerak. Endi shu berishni bilmaganlarni jo'nataversang, men o'rgataman ularga. Malaka oshirib ketadi yonimga kelib. Opitni bilan. O'sha men ham bir bor kelsam bo'ladimi? Endi akamsiz-da meni. Endi o'sha kuni masjidga deymiz, tamom, 50 ichamiz. Shunaqa mas'ul qolibsiz deymiz, ha? Endi mas'ul qol, yoshlikda yigitchilik yurib turadi deymiz. Sen ham aytasan, o'ylang endi nima qilib qo'ydingiz deysan, yolg'ondan tamom shu bilan. Sottorib, labingiz muncha katta deydi. Ammam ham katta, kir ketib, o'sha 4 kun qolib chiqasan. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi? Serxonaga deysan, yolg'ondan bilan o'zingga prostinat voy nima qilib qo'ydingiz, kecha deysan. Uy masiga nima qilib qo'y go'lay deyman. Tamom. Video tarqalmasa bo'ldi. Tarqalib ketsa ham qo'rqmayman men. Tarqalib ketsa ham qo'rqina bor, aktiv ketadilar, patishni ko'payadi. Mana shu mani qara.
Fidani shuna efirga kiramanda Fida ya sana onangni sikay deymi? Fida 10 kun men so'kadi, hamma keladi Sherxon kim ekan deb. 20 mingta bo'lib подписчиga men. Buna qaraydi, gap berib turaman. Bu yaxshi odam ekan deydi. Fida o'z pidarasiga men подписка bo'lsa, yana 5-6 kun o'tadi. Shuna Fidaga borib qolaman, ya sana onangni sikay deymi? Yana men gapirishni boshlaydi. Mana yaqinda psixologiyasini buzib tintakxonaga jo'nataman, qarabdi. Rahmat. Ha, siz ham yaxshi odamsiz. Bu qamoqda edi. Mubina kim qamoqda edi, Gulimi? Bu qamoqda edi-ku deydi. Kimni aytyapti u? Men qamalib qolgan ekanmanmi? Bilmayman, kimni aytyapti? Zik deydi. Ha, Zikmi? Ha, nima? Universitetga ham qancha bergan? Chiqib keladi. Zik birinchi marta o'zi bergan bitga. 10 sutka ham issiq tushi qaynagan choylar bermasa kerak, yo shuna beradimi? Yo, endi nima qiladi? Chiqib keladi, boradi, короче, o'sha tualetlarni yuvadi, koridorlarni yuvadi. O'sha yotganlar aqot toshiydi, balandorlik qiladi. Baribir chestim yo'qda o'tiradi, chestim yo'qlar qiladi o'shda. U bichitga o'tirganlar barcha o'ylab o'sha kal qilib, tualet tozaladi. Lekin chiqib kelganlarda, men vor zakonida, men pizda o'tirganman deb quloqqa tepa bilmaganlar. Hozir hamma joylar merov bo'lib ketgan, unaqa ishlar qilishmasa kerak. Kamerani mana olg'az u borganlar kim qiladi? O'shalar qiladi. Aqotlar kim toshiydi? O'shalar toshiydi 11 sutkaliklar. U yerda surak olaylik olib sutga turgan. 3 yil, 4 yil, 5 yil qamaliydi. O'shalarga bular aqot toshiydi. O'sha koridorlar bilan o'zini, o'shalarni yuvadi, dushlarni yuvadi, tualetlarni yuvadi. Shular qiladi, kim qiladi? O'tganda bittasi bilan gaplashib qoldim. 15 sutka qamalgan ekan. Bir 4 dan 5 ta odam bitta xonada yotdi dedi. Bitta xonada yotadi. Masalan, ertalab zavtrak tarqatish kerak, bittasini chiqaradi, chiqmoqqa deydi, tarqat deydi. O'sha teshiklarni tarqatib chiqadi. Koridorni yuv deydi, yuvadi, tualetlar, dushlarni yuv deydi, yuvadi, hamma ishni qiladi. Qiladimi? Конечно. O'zing tinchmi, boshqasi yaxshimi? Tinch, meni ham ishlarim bor. Efirda ekansiz, bir uranib salom alaykum ketay dedim. Dorilarim bor, ichaman. Joningiz sog' bo'lsin, Sher aka. Mayli, mayli. Ishlaring omad. Bayramdan yaxshi o'tkazing, ha. Rahmat. Yo'q, yigitni yosh kattaki qilmas, Omon aka qilmasin, lekin yaxshi odam. Dilya deb. Dilya chaqiryapti sizni, Dilyaga ulaning, Dilyaga skvorni bittasi o'tib yozaverib. Aldiydi ular, men ko'chaga chiqib anonga chiqamanmi deyotgandim. Produkt qilib kelamanmi deyotgandim o'zimga. Gostinsaga ham produkt qilasizmi? Ovqat zakaz qilavering dostavka. Yo'q, bironta narsa ovqatini yeb bo'lmaydi bularni, menga yoqmadi. Nimaga? Yoqmadi. Necha kun qolasiz endi aytdi? 1 yil qolasizmi yana? Yo'q, kelasi oy chiqishim kerak yoki viza qilishim kerak. Keyingi oy chiqmoqchiman, xudo xolasa, inshaalloh. Boshqa davlatga chiqaman. Bo'ldi, bu davlatda stresslarim o'tdi, o'zimga keldim, Allohga shukr. Mana shu xalq yordami bilan sal ancha-muncha o'zimni tikladim. Endi boshqa davlatga ketaversam bo'ladi. O'sha bu davlatda qolgim kelmayapti. Polностью stresslarim mana shu davlatda o'tdi-yu. Shunaqa gaplar. Koreyaga borishingiz bo'lmaydimi qaytib? Tinchlik yo'q u yoqda. Tinchlik yana borsam, yana o'sha eski hammom, eski tosmi, yana meni izlashadimi? Qorini qarang, gaplarini qarang, bu narsa planlashtirilgan ekan, tavba qildim. Planlashtirilgan. Keng aka, kemadingiz, Tohir chigir. Profilingizda ko'rdim. Sizni profilingizda qo'ygan ekansiz-ku, yana kimnikidadir ko'rdim. Voy, Bekxan gapirgan, unga nima aytgan? Voy, tavba qildim. Bu odamlar nimalar o'ylab topmaydi, aktiv pul uchun. O'zi itak shundoq ham aktiv, normalniy bo'ling.
yotuvdi unda. Men unga aytdim, ko'tingni qisib yur, qilma, kerak emas. Bo'lar bo'lmas gapirma gaplarni deb boshida aytganman. O'sha biza yoz paytlar esingizda bo'lsa, battle o'ynab yurardik-ku. Buni quturtirgan narsa pul bo'ladi, pul. Pul buni quturtirdi. Bu o'sha o'zini yo'qotib qo'ydi. Efirlarda даже pul sanaydigan bo'ldi, eslaysizmi? Qor aka unaqa qiladi. Qor aka qancha $4000 yaponka zakaz qiladi. Qor aka bunaqa qiladi. Pul sanab va shu o'zidan ketuvdi. Men aytdim, yig'ishtir bunaqa xarakteringni, yig'ishtir bunaqa qiliqlaringni, qilma, yaxshi qilmayapsan desam, menga so'kvordi. Yo, mayli so'ksa ham boshqa qilsa ham jon bor joyda janjal bo'ladi-da. Lekin u qilyapti, gapirib turgan gaplari planli-da, xuyet qilgan. Men aksinchalik bo'lganim meni tilim yomon, so'kaman, lekin bir narsalarni qilmaganman TikTokka kirib. Shunda ham rizqni Alloh beradi. Bu aktiv bo'lsa, bo'lmasa, uradigan 2-3 odam bo'ladi. 10 ta odam bilan o'tiring. Bir ikki odam bilan o'tirganlar ham o'shuna padarka ola olmagan kunlar. Zo'r masalan-da. Ali men o'zim uchun majbur. Rost battledan normalniy pul topdi-da u. Mana bu yoqda bitta Abu aka yozyaptilarki, ko'p ichkiligiga berildi. Haqiqatan shunaqa bo'ldi. Ichadigan odat chiqardi u. Rosa ko'p ichardi, ishonasizmi? Erkak kishini ham shu sindiradi, ichkilik sindiradi-da. Ikkovidan Rosa ko'p ichardi. Yo'q, u umniy odam ekan. Chunki голосовойlarni eshitganimdan keyin o'ta umniy odam ekan dedim. $10 pul topsin. Bitta qilaman portlataman. Deyla, inson $10, $20 pul topsin. Xudo baraka bersin o'sha puliga. $1000 pul topib, qani o'sha pullari? Da, to'g'ri. Qani? Baraka berib, baraka bo'lmasa hammasi bir tiyin. Baraka bo'lmasa, men ozdan topib ham uyimni remont qildim. Uyimni remontiga 10,000 ketdi. Men ash TikTokdan qildim. Da, baraka bo'lmasa qiyin. Barakasini bersin. O'shaning uchun barakasini bersin, topganingizga baraka bersin deyshadi-yu. O'shda mana kecha ham kutmagandim. Hayitli nima olaman ekan desam, Samarqand akam kirib she'rlar urib berdi. Alijonov aka rahmat. Qalaysan Jila, yaxshi rahmat. Voy siz o'ynab turing, meni dorilarim bor, mazam yo'q, Diliyajon. Yo, men ham ketaman. Men efir o'chiraman. Ketgan. Manetim. Nega? Bilmasam, endi doktorga borib lecheniya yopaman, isitmam tushmayapti, ro'da temperaturam. Yo'naman, yo'naman. Keting, Alloh shifo bersin. Men ham chiqaman efir pastga tushib biron narsalar olib kelay, rosa qornim ochdi. Hop.